Payg'ambarimiz alayhissalomdan bir kishi qanday odam qarindosh deb so'raganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarindosh emas, bir-birini so'roqlagan, bir-birini holidan xabar olgan, borish kelishi bor odam qarindosh deb Rasululloh marhamat qilgan ekanlar. Hozir amakivachchalar, xolavachcha, tog'avachchalar unchalar qarindoshdek ko'rinmayapti. Bir-biri bilan faqat to'y, maraka, bir marosim bo'lsa bir-birinikiga boradigan holat bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar? Nima uchun shu qarindoshchilik rishchasi bir oz sovugandek? Faqat to'y, maraka bir sabab bilan bir-birinikiga borish. Mana bir kichkinagina aqlim bilan o'ylashimcha, biz kattalar sababchi bo'layapmiz. Chunki bolalarimizni yubormayapmiz. Bor tog'ayniga o'ynab kelgin, mana bugun shanba kuni, ertaga maktab yo'q bolam. Qachon farzandlarimizning bittasi yaqinda ammasinikiga borib bir kecha yotib keldi. Ha? Xolasinikiga borib bir kecha yotib keldi. Tog'asinikiga borib bir kecha yotib keldi.